Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Urganch shahrida 4-mikrorayonda 4 qavatli domimizdan 2-qavatında 5 xona barchacha g'ozlari bilan sotuvga qo'yildi. Ikkilamchi SS'dan chiqadi ekan. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Eshiklarimiz sifatli zamonaviy eshikdan o'rnatilgan. 2-qavatda Bismillahirrohmanirrohim. Gilaverstayni o'ng tarafimizda spalni, sanuzellari, bu yerimizda yine o'tiradigan mesna ko'p qo'yibdilar. Kichkina mini dolancha, oshxona, bu yoqda xonalari. Yangi ta'mirdan chiqqan ekan, yo'lning ustida afg'on pamyatnikning yanında. Bu yerimiz spalni, oynalarimiz almashgan, registrlar bor, jaluzi perdelarimiz qistilgan. Eshiklari bir xil, yaxshi eshikdan o'zlarimiz yaxshimiz deb yaxshisidan qo'yganlar. Birimiz zal. Görüp turgan cihazlarımız qoladi. Birimizde 2 spalni bo'lgan yurtdoshlar, ochiq balkonga ega. Bu yerda deski bo'lgan, pergorodga olib berganlar, bu yon tarafda katta spalni bo'lgan. 2 xonani bir etib qo'yibdilar. Xohlasangiz bo'lib 2 xona tushirsangiz bo'ladi. Bu yon tarafda ochiq balkon. Domumuz yolun üstünde, aytıp öttüm. Beğenimiz detski. Bir de xatatxana, birimiz vannaxanası. Gilaverstayni umumiylik ham qo'yilgan. Bu yerda o'tirish uchun uголок qo'yilgan. Bu yerimiz yine katta kuxni qilib qo'yibdilar. Kuxni mebellarimiz qo'yilgan, xolodilnik, kir mashin, gaz plita. 2 oyna tushgan ko'chaga. Bu yerimiz podyezdning usti. Bu yerda kotelni o'rnatib qo'yibdilar. Bahosini keladigan bo'lsak 600 milyon so'm ekan. Wi-Fi'lar ham girib turibdi ekan. Kelishib beriladi. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar yurtdoshlar. Kimda kim kvartira, uy-joy sotsak bo'lsa, pastda ko'rsatilgan nomerlarga chiqsangizlar, qo'ldan kelincha sotishga yordam beramiz. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.